Kollagenga keldilar hozir narsalarimni. Nima olgandingiz deb esimga ham yo'q, nima oluvdim dedingiz? To'xtang, video qilay dedim. Vitamin D3 oldim, vitamin C oldim 2 marta. Yo'qdan sizga bizning narsalarimiz. Voy yo'qadi. Ana navasi olgan edim katta. Krema absolutlaringiz bor-ku. Ishonasizmi? Boshqa krem ishlatmadim. Shunaqa qimmat krem ham turibdi. Ana birinchi krem sizga surpriz. Birinchi tugatgan kremim sizning kremingiz. Ishoning. Taylarni kameradan artay. Kremlar bor-ku. Oxirigacha yetkazmay tashlab yuboraman. O'shada bizani krem ishlatgandan keyin уже boshqa krem ishlata olmaysiz. Ming qimmat brendlarni ishlatganlar Ishoning. уже tamom boshqa krem ishlatmayman deydi. Bari sizniki boshqacha deyshadi-da. Mana endi hozir kollagen keldilar. Kollagenning ichi qanaqa dedilar? Ichi qizlar buni suyuqlik ko'rinishida bo'ladi. Juda ham mazali. Ha, mana kollagenlar kukunlik ichgan bo'lsangiz, Amerikanikini shunday boshqa kollagenlar hidi shunday не то bo'ladi-ku. Bu приятный kollagenda. Ichgan sari ichgingiz keladi. Buni odzivlari qanaqa dedilar? Odzivlar zo'r, chunki ko'pchilik klientlarim tovonidan sezadi-da, soch u yoqda tursin, soch to'kilishi. Tovonlaridan уже aytishadi, tovonim xuddi chaqaloqning tovoniday shunday gladki, chiroyli bo'lib qoldi. Haqiqatan zo'r ekan. Kollagennimi? O'sha qizlar sizlarga bugun aytdim-ku, o'zlaringiz zakaz qilishni o'rganinglar deb. Menga ishonib qolsangizlar, mana oylab kutasizlar. Chunki shundoq keladi, shundoq sotiladi. Qizlar bu turadigan narsa emas, buni o'zini klientlari bor, masalan, shundoq kelamiz, ras 4 talab olib qo'yishadi, o'sha biladi. Bir oydan keyin yana meni topishga topadi. Pomadam ham yoqqanmi? Qaysi birini olgansiz? Esimda yo'q, absolutga o'xshagani bor edi, bunaqa oranjivoy, suyug'i. Shotkablar. Tint olgan ekanda, tint ham zo'r. Tint bor menimcha hozir ko'raman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, qizlar shunday keldimi, shundoq sotiladi qizlar. Bizlar narsalar shunaqa. O'sha uchun keyin qolmay qolsa, keyin kutishga to'g'ri keladi. Shuning uchun klientlar buni 4 talab olib qo'yishadi 2 oyga sirazi deb. Qizlar nima qiladi? Shunday kamerani o'chirdimki, bu odam gapirishni boshlaydi. Qozonni ischi voy deb qo'ydi. Qozon olgansiz-a debman. Bir 2 yil bo'ldi qozon olganingizga. Voy faqat shuni ishlataman. Shu qozon chunki qirib yuvib simqirg'ish bilan mazza qilishadi. Ishoning qozonlar musorga tashlab. Kecha bittasi menga nima deydi? Katta 9 litrligini oldida, endi kichik ana yapalog'iga ham havasim, lekin rosa qozonim ko'pda. Men aytdim, sizni dedim, hamma qozoningizni yig'ishtiring dedim. Qozonim ko'p demang dedim. Qozoningiz yo'q dedim. Bitta faqat 9 litrlik, qolganini prosta yig'ishtirish kerak. Rostdan hamda ekologik toza o'zingizni farzandlaringizni o'ylasangizmi, yaxshi qozonda pishirish kerak-da. O'ynab pishirasiz, taqir-tuqur qilib borib. Maza qilib pishirasiz. Voy, bunaqa bo'ladi, bunaqa ishlatish kerak. Yana ovqat chiroyli chiqadi, e'tibor berganmisiz? Qanaydir boshqacha chiqadi-da ovqatingiz. Hamma narsani qilaman. Ana ku siz ham oshqib tashladingiz. Qilaveraman. Men lekin boshqasida qilaman, lekin unda ham qilib ko'rsatdim-da videoga. Mana shu qozon. Sizlar mana buni bardoviysi ham bor, mana bunisi. Siz lekin mana bu oranjivoysini olgansiz. O'sha oranjivoy ham chiroyli ko'rinadi menga. Lekin men yarashmaydi oranjivoy deb o'yladim, lekin qo'ysangiz, bunaqa oranjivoy rang bitta narsada 3 xil rangi bor. 3 xil rangini ham odam ko'rsa qo'rqib ketadi-da. Voy, buni qo'ya olmayman deb. Lekin qo'ysangiz boshqacha-da. Keyin bor. Chiroyli tushadi-da. Boshqa qalamlar, boshqa rang bilan kontur chizaman. Konturing qilsam, unga silsada, no. Sливается silsa. Qizlar mana bu oranjivoyni oching, ko'rinsang-chi. Mana oranjivoy, даже shu oranjivoy. Probnikmi? Mana ozgincha qo'yasiz-da, mana. Yaltirashini qarang. Keyinchi men labda tagidan qo'yasiz deb o'rgatdim. O'zingiz ham biron chiroylisiz, video qilgim kelib, va qizlar hammani ham video qila olmayman. Mana shunday klientlarim injiq video qilishga qo'ymaydiganlar. Qarang, turadi, ko'rdingiz? Labingizda anaqa svet qoladi. Hamma so'raydi, "Men shuni surib chiqaman-ku, labingga nima surgansan?" deyshadi. Mana shuni. Endi gapiring kameraga. Shundoq sizlar nima dedingiz olishdan oldin? Vau, yo'q bo'ladimi, yo'qmi, слишком красный dema, qarang. Men qanaqa uverini sotdim sizga buni? Juda ham yo'q, oling, asalchi bo'lib turasiz dedilar, aytganlar. Sroz surgandan hozir oldim mana. Ketdimman, va deb dodlaganman. Birdan olib, birdaniga oynalarga qarab surdim, yo'q, вообще классно qizlar. Yo'qdim. Da. Просто yo'qdi. Mana ana olinglar, вообще не пожалеете, да. Qiz eng qimmat narsalar ishlatib injiqlik qiladigan qizlar 2 yil, 3 yil bo'ldi taniganimga. Qozon ham oldim. Hamma narsa mana oldim. qizlar mashaqqat omadamiz. Olinglar. Lapchalaringizdan sizni.
hech qayerga botiqsam hech narsa qilinmagan qizlar, kстати. Svoyo desam. Yoshingizni ham aytardim, mayli aytmayman. Qizlar mana bu qizni nima qilay? Uni qarang, kamerani o'chirdimki, shuncha narsa olgan ekanman, buni xabarim yo'q, shuncha narsa. Nima dedingiz, shampunni qaytib bering. Hali ham baxtingizda bitta qolgan ekan shampun. Shampun вообще zo'r. Shampun bering aytgancha deb. Shampuningiz haqiqatan zo'r. Anaqa ham svetni berar ekan chiroyli. Chiroyli qilib beradi qizlar, svetini chiroyli qilib beradi. Soch to'kilishi birga bir. Вообще cho'tka. Sezdingizmi, soch to'kilishingiz qoldimi? Shunaqa chiroyli bo'lmaysiz. Sochingiz jilovlanib turadi, sochingiz to'kilishini oldini oladi. Soch to'kilayotgan bo'lsa, taqqa turuq soch to'kilishini birga bir davolab beradi. Mana shu Herbal tabiiy shampun qizlar. Hozir birdaniga eslariga tushib ketib aytib, kamera o'chirsam esingizga kelaverar ekanda hamma narsa. Mayda o'rib. Shunaqa chiroyli bo'lib turadi ertalab. Ko'ring, yana Necha kun yuvmadim dedingiz sochimni? Bir hafta yuvmadim. Ana qizlar shu kun menga bitta savol tushdi. Sochimni tez yog'lanadi, ko'p yog'lanadi, necha kunda deb men o'zi spesialni aytdim. Men bizani Herbal shampunimizni olsangiz agar 5 kunda bir yog'lanadi dedim. Mana hozir sochingiz sizni tozada. Umuman bir hayron qoldim. 6 kun yuvilmagan sochga o'xshamayapti-da umuman. Sochingiz toza turibdi. Qizlar mana shu kim bezor bo'lgan bo'lsa, har kun sochini yog'ini yuvishdan mana shu Herbal shampun birga bir. Hozir o'zlari aytayapti. Men umuman so'raganim yo'q. O'zlari prosta aytayaptilar. Sochim yaltirab chiroyli turadigan bo'ldi, rasmlarga chiroyli tushadigan bo'ldi dedilar. Mana shunaqa sochim. Men sochingiz buncha zo'r deganimdan keyin eslariga tushib ketdi. Voy, shampun ham bering, u shampunimni o'g'lim olib oldi. Menga o'zimga отдельно bering dedilar. Haqiqatan sochlarini yaxshi ko'rib qoldim-da. Juda ham chiroyli sochlari. O'zlarini ko'rsatmayman, sochlarini ko'rsataman lekin. kirib o'tyapti. Hech narsa bo'lmagan. Qizlarjonlar, hozir bu kishi bitta savol berdilar. Shu savolga hamma bir xil tushunishi uchun video qilib javob beraman. Aniq nimami? Koreyanikimi? Chunki bu 2 kunda keladi. Bu O'zbekistonda veb-saytlar уже yaratilgan, filiali ochilib, O'zbekistonga kirgizilgan Koreyani shu narsasi. Men aytdim, "Chist o'zbeklar chiqarmaganmi?" dedilar. Yo'q, o'zbeklar chiqarmagan. Prosta bizada korobkasiga o'zbek tilida mana bunaqa narsa urilmasa, qarangda, chist koreyaniki, prosta ham narsasi bo'lmasa litsenziya berilmaydi O'zbekistonga o'sha narsaga, o'sha vitaminga yoki o'sha kosmetika yoki shampunlarga. Bu degani O'zbekiston chiqaradi emas, mana Koreyani o'zi atomik kiri. Qo'ymaydimi dedim. Yo'q, ichiga solib qo'ymaydi, mana shuni yopishtirib qo'yadi. Ya'ni buni O'zbekiston chiqargan degani emas, buni Koreya chiqargan konditsioner bilan sразу oldilar. Endi svet bormi? Svet beradigan konditsioner, shampuningizda bor, оттенка beradigan. Bunda оттенка bermaydimi? Yo'q, bu yumshoq qilib koreyankalarnikida aytadi, qo'y, gladki qilib qo'yadi sochingizni.